Mana bu uchgani qaraydi. Nima deyapti uchga? Bizani yana bitta mebelimiz bitta, obyektimiz ham bo'ladi bitta. Mana bitta garderob. Ikkita eshik berganmiz o'zimiz ukamizning uyiga. Xudo xolasa rosa chiroyli ranglari ham rosa chiroyli chiqdi. Mana uning ichiga polka qilib berilgan. Mana bu ikkita tortma joylab berganmiz mana. Zazorlarni qaranglar, qanaqa nima deyapti. Mana bu yerda uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan eshikka joylab berganmiz. Bu yoqqa oyoq kiyim taxlaydigan. Podstavka desa ham bo'ladi. Bu yoqda yana mayda shiydalar taxlashga joy. Bu yoqda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Mana tepasida joy, bu yoqda oyoq kiyimiga. Chunki mana bu uchkasi birak chiqib qoldi, uni almashtirib yuboriladi. Xuddi mana fittiydagi polka betda ham mana ikkita tortmasi bor. O'zingiz baho berasizlar. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar, kimga murojaat qilish salomat bo'linglar.